Islom Maxachev faoliyatdagi eng qo'pol jarohatni olib, jag'isining ichiga qaramay jangni davom ettirdi. Shifokor Islomni tekshirayotgan paytda Abdulmanap Nurmagomedov va Habib darhol oktagon yoniga kelishdi. Ularni bitta savol qiziqtirardi: Islom jangni yana davom ettira oladimi? Voqea uzoq 2013-yilda sodir bo'lgan. O'sha paytda Islom Maxachev endigina 21 yoshda edi. Hali mag'lubiyat nimaligini bilmagan Islom Fransiyadan kelgan nihoyatda xavfli raqib Mansur Barnouga qarshi jang qildi. Bu holat kurash paytida sodir bo'ldi. Fransuz og'ritish usuli uchun qulay pozitsiyaga egallashga uringan vaqtda barmoqlarini Islomning og'ziga tiqib, keskin tortib yubordi. Natijada Maxachevning jag'i chiqib ketdi. Bunday qo'pol qoidabuzarlik uchun hakam darhol sariq kartochka ko'rsatdi. Jarohat jiddiy bo'lishiga qaramasdan Maxachev jangni davom ettirishni talab etdi va darhol fransuzga Dog'iston avialiniyalarini ko'rsatib qo'ydi. Albatta, ish faqat tashlashlari bilan tugamadi. Bir payt Islom Barnouga tik turib jang qilishga ham saboq berishga qaror qildi va qo'llari bilan ketma-ket kuchli zarbalar bera boshladi. U raqibini jag'iga qayta aniq zarbalar yo'lladi. Fransuz jangchisining qo'rqinchli maqomiga qaramay, u Maxachevga hech qanday munosib javob topa olmadi va ushbu prinsipial jangda yirik hisob bilan mag'lub bo'ldi. Do'stlar, kanalimizda Islom Maxachevning muxlislari bormi? Videoga like bosishni